devletlardaki karxanalarning Xitoy bozoriga tayini bilishini azaytib, Xitoyning tahdid qudratini zo'r darajada ojizlashtiryapti. Chunki nurg'un davlatlar, Afrika nurg'un davlatlar Xitoyni qo'llaydi, chunki Xitoyning iqtisodiy tahdidiga duch keldi emasmi? Shuning oldini olish uchun Amerika mani qurib chiqyapti. Bugungi 5-chi bölüm so'zlamoqchi bo'laman. Amerika, Yevropa, Yaponiya va Xitoy o'rtasidagi yangi to'qinishlar. Birinchi, litografi mashin. Bu birinchi mashin. Bu mashina bo'lsa, nanometr aniqlik bilan oliy darajalik chip ishlab chiqarishda kam bo'lsa bo'lmaydi. Endi burunmi so'zlab ketdim, nanometr degan 1 metrni 1 milliardga. Mushtaq parçalalaydı. 1 milyar degan yomon kishi cho'ngsanchi minglamış uyda o'tirib sizlar uxlamay, namoz o'qimay, kech uxlamay, tomoq yemay sansanglar, bir 2 deb sanab 1 milyard deb sanab bo'lgan vaqtinglarda 39 yil ketadi uningga. Bu mashinning 3 xili bor. Bular bu 3 xil bor. Manda 3 xil bor bu mashinning mana. Bu UV, DUV, EUV deb ataydı. Bularning ichida eng ilg'iri EUV, chetlikli EUV. Buni faqat Gollandiyadagi ESLM shirkati ishlab chiqardi. Gollandiya bu mashinani Xitoyga eksport qilishni chekladi. Mashinani chekladi. Bugun aytgan xabar olsam, Gollandiya o'ttirki DUV'ni mi cheklabdi? Ma'lum cheklabdi. Gollandiya Savdo Ministrligi Lisiya Sexiya Namahir o'qiyolmay keldim. Meni sizga men qanday o'qiydigan ism shu. Lisiya Sexiya Namahir 2003-yili 17-kuni DUV'ni Xitoyga eksport qilishni cheklaydiganligini e'lon qildi. Tunugun o'qidim biraz. Tunugun o'qisam bu mashinani cheklabdi. Buni e'lon qilishga. Yaponiyaning bu tipdagi texnikalarni Xitoyga eksport qilishni cheklaydiganligini aytdi. Bu yilning 5-ida Amerika, Yaponiya, Gollandiya kelishim hosil qilib, Xitoyni chip kasbda to'saydiganligini oshkorladi. Bo'libmi EUV'ni, eng ilg'or mashinani, faqat ESML ishlab chiqara oladi. Gollandiyadagi aşımı. Yaponiyada neçə milyar dolar şirketdən, Avropada, ES Europe yani Germaniyada ikkili şirket var, neçə milyarlıq şirketler. Dünyada neçə milyarlıq dollarlıq şirketlerinin həmməsində Amerikada. Şunun üçün bu Amerika bilan Xitoy chip urushining halqlıq noqtasi bo'lib qoldi. Buni qilmasa Xitoy hech qanday chip kesilmaydi. İkinci, Amerika Devlet Bexatarlik Kengeyişinin bayonotchisi John Kirby 2023-yili 3 ayının 17-günü mundaq dedi. Amerika Xitoy Moskva bilan ilib borgan suhbatda o'ttirga qo'ygan Ukraina urush to'xtatish chaqirig'ini qo'llamaydi. Bu faqat Rossiyaga foydali. Xitoy tarafdan aniqlangan urush to'xtatish amaliyotda Rossiyaning Ukrainaga tajovuz qilib, zaminini ishg'ol qilishni qo'llaydi va tasdiqlaydi. Shuning bilan bir vaqtda u Rossiyaning urush to'xtatishni fursat sifatida ishlatib, Ukrainadagi o'rinini texmo mustahkamlab, askarlarini qaytadan ratlab va qurollantirib, yangi hujum qilish fursatini yaratdi. Hozircha urush to'xtatish Ukraina'nın menfaatine uygun emas. Demek Amerika uyad urush to'xtatishni xohlamaydi hozir. Hamda u Birleşken Devletler Teşkilatı nizam nomasiga xiloflik qiladi. Chunki bu xalqarodagi Rossiyaning Ukrainaga qonunsiz tajovuz qildi degan tushunchisini og'dirib tashlaydi. Bu Amerikaning bayoni. Amerikaning bu bayonoti Xitoyning Rossiyaning tajovuzchiligini qonunlashtirish suiqasdini bekor qildi. Yevropa tashqi munosabatlar kengayishi aqllar ombirining Sharqiy Osiyo bexatarlik mutaxassisi Jentel Ortel mundaq dedi. Xi Jinping bu vaqtda ijobiy rol o'ynaganda qiladi. Ammo amaliyotda u faqat Amerikaga qarshi turmoqchi.
urush to'xtatishni o'ttirg'a qo'yish orqali Xi Jinping Putin uchun ba'zi narsalarni qutuldirmoqchi. Üçüncü, bu bölümdeki üçüncü mesele. Angliyaning bosh ministri Rishi Sunak. Sunak deb o'qiymiz-ku Uyg'urcha. 2023-yili 3-13 kuni NBC, dunyodagi CNN, NBC degan dunyodagi bir nechta cho'ng kanal. NBCni qabul qilganda bizning iqtisodiy manfaatimizga eng cho'ng tahdid bo'lsa Xitoy. Bu dunyo tartibga nisbatan sistemlik tahdid deydi. 2023-yili 13-12 kuni Rishi Sunak Wall Street gazetiga yana shundoq dedi. Xitoy Angliya va uning ittifoqdoshlariga davriy xarakterlik sistemlik tahdid paydo qildi. Avstraliya, Angliya, Amerika bexatarlik kelishimga asosan 6 milliard dollar ajratib, kun sari kuchayotgan Xitoy tahdidga qarshi davlat mudofaasini o'stirganligini aytdi. Rini shundoq dedi. Xitoy bo'lsa qimmat qarshi biz bilan butunlay o'xshamaydigan davlat. Meningcha o'tgan bir necha yilda u ichki jihatda borgan sari mustabidlashib, tashqi jihatda borgan sari qattiq bo'lib ketdi. Bu dunyo tartibini qaytadan tiklashga qiziqyotdi. Qaytadan tiklashga qiziqyotdi. Mana bu masalaning ochquchi. Rishi Sunak yana Angliya hukumati davlat mudofaa qiymatini tadrijiy GDP'nin 2,5% yetkizib, Xitoyning harbiy ishlar, iqtisod va diplomatiya qatlamidagi tahdidlariga diqqat qilib, Angliyaning Xitoyga qaratgan siyosatini tanshaydiganligini aytdi. Rishi Sunak yana Angliya hukumati Xitoyga aloqador kasbiy bilimlari va iqtidorga mablag' silib, Angliya hukumatining ichki qismida, ish yo'llarida, ichki qismida Xitoyga aloqador bexatarlik ishlarga taqobil turish iqtidorini kuchaytirganligini aytdi. Buda suhbatda Xitoy josuslar to'g'riliq so'zlaymiz. Xudoyim shu vaqtida mush to'g'riliq sal to'xtaymiz yana. Men kichikram kofe ichib olay. Odamni uyqu besib qoldi ekan. 4. 2023-yili 3-7 kuni Kanada parlamenti 2 qitim isbot anglash yig'ini ochib, Xitoyning Kanadaning har sohalariga singib kirib va aralashib Kanadaga ta'sir ko'rsatayotgan ahvolining kengayishi ham nacharlashishi jamoatchilikni andishiga solganligi to'g'riliq mulohaza qildi. Parlament a'zolari Xitoy vositalarining Kanadadagi anglatish kinishkini tezdan amaldan qoldirishni talab qildi. Cho'ng ishda Kanada bexatarlik axborot idorasining boshlig'i David Wiggold bu va Kanadaning Xitoyda turishliq sobiq bosh elchisi David Mulroney isbot anglash yig'inida Xitoy iqtisodiy josusning Kanadaning gullenishiga, egilik huquqiga va manfaatiga ziyon yetkazganligini e'tirof qildi. 5. Xitoyning G'arbga qarshi kengayishi xalqaro jamiyatning kuchli qarish turishiga uchirdi. Aslida bir taraf Yevropami tez suratda Amerika taraf turdi. Bu Xitoyning xalqaro yashash muhitini tez suratda nacharlashtirdi. Shimoliy Atlantik ahdnoma tashkilotining bosh kotibi Jens Stoltenberg, Yevropa Ittifoqi kengashining raisi Charles Michel, Yevropa Ittifoqi komitetining raisi von der Leyen hamkorlik bayonot e'lon qilib mundoq dedi. Biz bir strategiyalik raqobat kun sari kuchayotgan davrda yashayapmiz. Xitoyning uzluksiz kengaytilayotgan o'z beshimchilik qilmishlari va siyosatlari bizga tahdid ilib keldi. Rossiya birdan bir tahdid emas.
Bu Şimali Atlantik Ahdiname Teşkilatı bilen Avrupa İttifakı tunca qitim tarixda hamkorlik bayonotida Xitoyni tilga ilish. Bu qitimqi bayonotda hamkorlik sohasini coğrafiyalik, strategiyalik raqobat, xalqlik ul qurilishni qo'g'dash, yeni gullangan va og'dirumchilik, xarakterlik fan texnika, olam bo'shlig'i, klimat o'zgarishining bexatarligiga bo'ladigan ahamiyati, chet elning uchurlarga orilishi va kontrol qilishi qatorliqlarni kengaytirdi. Demak, mush keng doirada Xitoyga qarshi turmoqchi. Ukraina urush va Xitoyning hayva qilishi g'arb lagerki necha 10 yildan buyanqi eng ittifoq payitlarni qanot yoydirdi. Bu amaliyotda g'arbning Xitoyni qo'rshog'a ilishdiki yana bir cho'ng qadimiy Xitoyning kelgusidagi xalqaro muhiti texmi nacharlashidir.